Azizam, sening sevimli nonushtanni tayyorladim. Bu bizdagi oxirgi sariyog' edi. Rahmat shekilli. Rikardo meni erkalatishni xohlayotgani aytyapti. Bu omadsizga o'xshamaydi. Bu Marjon shunchaki boshlanishi, azizam. Kivi buni hech qachon menga bera olmasdi. Sen meni o'zgacha his qilishimga majbur qilasan. Bu qayerdan keldi? Biz hatto ijara haqini to'layolmayapmiz-ku. Bu bir do'stimdan sovg'a. Men sendan ketyapman, Kivi. Yo'q, ketma. Men seni sevaman. Men biz uchun har kun ishlayapman. Xayr, omadsiz. Menga boshqa qo'yroq qilma. Men hech qachon yetarlicha yaxshi bo'lmaganman, lekin men harakat qildim. U senga xiyonat qildi, lekin qo'lingda dalillar bor. Uni hamma narsa uchun to'lashga majbur qil. U o'zini zaif deb o'ylaydi. Endi unga kimligingni ko'rsat.